Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English, Book 1. Today is Saturday, August 17th, 2019. Xuddi tunugungi darsimizda aytganimizdek, savoldoshlar. Bugundan boshlab men yanchi bayonlarni qandaq ingliz tilida deydigan bo'lgan to'q shunga asosida ko'nisiz shunday qilib asosida ingliz til dunyosiga o'zingizmi bilib bilmay kirib ketsiz. Albatta texnik ko'p gaplarni inglizcha deymiz, bundan keyin asta-asta. Xo'sh, undaqda bugun nima ish qilamiz deganda, bugun albatta oldingi darsimizningki davomini o'rganamiz. Bugungi darsimiz lesson 33, ya'ni a fine day degan temadagi dars. Oldi bilan yangi so'zlarni o'rganadigan bo'lgan to'q qarasangiz new words and expressions, okay? Number 1, day. Number 2, today. Number 3, cloud. Number 4, sky. Number 5, but. Number 6, sun. Number 7, shine. Number 8, walk. Number 9, over. Number 10, bridge. Number 11, boat. Number 12, river. Number 13, ship. Number 14, airplane. Albatta xuddi ko'rayotganingizdek sol tarafdagi va o'ng tarafdagi ikki xil yozilishi bor ekan. Sol tarafdagidek va o'ng tarafdagidek degandek. Sol tarafdagisini aeroplane deb o'qisak, o'ng tarafdagisi men hozir o'qigan airplane degan. Ozroq farqlandi, cho'ng farqi yo'q. 2816 amaliyotda faqat sol tarafdagisi angliyacha atilishi, o'ng tarafdagisi amerikancha atilishi, okay? 15-so'zimiz fly. Xo'sh, so'zlarning o'qilish ahanglari ham shunday. Endi biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak, qaramay. Day degan kun degan gap. Kun. Masalan, havo ochiq kun, havo tutuq kun, masalan, yomg'irli kun, bo'ronli kun, so'g'aq kun, issiq kun deb qo'yamiz va shuningdek kun, okay? Qolganlari dialog emas, bugungisi tekst, ya'ni bir bayon, xarakterli bir qisqa bir hikoya. Shuningdek ko'rsiz qolganini, okay? Amaliy ishlatilishi. Number 2, today degan bugun degan gap. Men abiyam degan today is deb bo'lib, buningkin Saturday, August 17th, 2019 dedim agar esingizda bo'lsa. Today deganim shu, bugun bo'lsa deganim abiyam. Buni ikkinchi anglaysiz bu gapni. Bo'libmi har darsninki beshida. Bugun xuddi bugunkidek, okay? Today degan bugun degan so'z. Number 3, cloud. Bu bulut degan gap. Osmondagi bulut bog'i, okay? Mush gaplarni deyish jarayonida sizda bir narsani bilganda qilyapsiz. Kun, bugun, masalan, havo ochiq kun, issiq kun, sovuq kun degan kun birinchi so'z. Ikkinchisi bugun, uchinchisi bulut deganlarni deyishim bilan siz cho'qim bir narsani o'ylab bo'ldingiz. Bu havo rayiga munosabatliroq bir ya'ni kunning qanday bo'layotganligi, ya'ni havoning qanday bo'layotganligini tasvirlaydiganroq bir dars ekanda deb, okay? Mishtaq bir qiyos qilib turish yaxshi-ku, okay? O'lib o'rganganga qaraganda demoqchi-ku, hech nimani o'ylamay turib, okay, uchinchisi cloud bo'ldi. Number 4, sky degan osmon degan gap, okay? Osmon. Number 5, but degan lekin, biroq degan so'z, okay? Number 6, sun, quyosh degan gap ma'lum. Birinchisi masalan havo sovuq kun yoki yomg'irli kun dedik-ku, yoki havo ochiq kun deb. Shuningdek kun bo'lsa birinchisi. Ma oltinchisi quyosh
degan so'z. Okay? Kunmi deb ataymiz-ku, lekin ma kun bilan birinchi kunni almashtirib olmaylik. Okay? Anondan keyin 6-so'zningki o'qilishida san deb o'qidik. Bunda o'ylasangiz biz ko'ni bir darsimizda san deb bir o'rganganda qolgan, lekin yezilish o'xshamaydi ekan. Ma quyoshdagi san yu harfi bilan yezildi ekan, o'tirdiki so'zliq tavush harfini demoqchi. O'g'li degandagi sanchu o harfi bilan yeziladi, lekin o'qilishi o'xshash ekan. Mesela bir o'ylayversangiz to'lim foydali. Mesela bir selishtirib demoqchi. Sanni o'rganganda qan o'lgan o'g'li ediki san, okay. S O N deb yoziladi. Debchi? Okay. Number 7, shine. Shine degan chaqnash, nur chechish degan so'z. Okay? Ma'nosi shu. Masalan, quyosh chaqnayotdi, quyosh nur chechyotdi deymiz-ku. Shu shine shu. Undan keyin bu parqirash degan ma'nosi. Masalan, uning oyoqlari parqirab ketibdi deymiz-ku. Okay? Mushu parqirash yana mushu so'z ishlatildi demoqchi. Yana quyosh nur chechish, kunning palildab chiqishi, anondan keyin hozir degandek, masalan, ma'lum bir narsaning chaqnab ketishi, parqirab ketishi degandek, hammasiga mushu shine ishlatildi demoqchi. Shine, okay? Number 8, walk. Walk degan piyoda menish degan gap, ya'ni menish. yoki piyoda menish deb olsak bo'ladi. Okay? Number 9, over. Over degan ustida degan gap. Ma'lum ustidani on deb degan bu over mu on ustida biz qaysi olib ketdi desangiz, on degan yuzi tegishib turgan ustida. Ma over degancho yuzi tegmay turgan ustida degan gap. Okay? Masalan, aeroplan masalan deyli, aeroplan ko'rikning ustidan uchib o'tib ketdi deymiz, masalan, ko'rikning ustidan deb. Aşağıdaki üstün degan yerga shu overni ishlatamiz demoqchi. Okay, masalan, tomda ikki rasm esiqliq. Birisi yana birisining ustida desak, ustida deganga shu overni ishlatamiz. Okay, demakchi ikki rasm esiqliq bo'lsa, birisi yana birisining ustida bo'lgan bo'lganda, shu overkill demoqchi-ku. Chaplashib turgan ustida emas, qazroq orlig'ida bo'shlig'i bor ustida demoqchi. Okay? Anonki number 10, bridge. Bridge degan nima? Ko'rik degan gap. Ko'rik. Hozir biz darsda ko'ramiz tekstda. Number 11, boat. Boat degan kema degan gap. Okay? Kema. Ma 13-so'zga o'xshamaydi. 13-so'z oldin deb aytsam, 12 demay turib. Ship degan nima? Paraxod degan gap. 11-si boat, kema bo'ldi. Kema degan kichikroq bu, paraxod degan cho'ngroq bu. Okay? Number 12, river. River degan daryo degan gap. Okay? Daryo. Number 13 hozirda bo'ldi 13-sini. 14-si sol tarafdagini aeroplane deb o'qiymiz dedim. Angliyacha o'qilishi. 10 tarafdagisi airplane, amerikancha o'qilishi ma'nosi o'xshash, okay? Mazkur kitobimiz angliyalik tuzgan kitob bo'lg'ashqa hamda angliyacha ifodalash uslubi yoki so'zlar yoki jumlalarningki bu kitobda ancha-muncha uchrab turdi, lekin cho'ng farqi yo'q. Okay? Cho'ng jihatning farqi yo'q. Bir til o'xshash. Number 15, fly. Fly degan nima? Uchish degan gap. Okay? Masalan, qush uchdi, aeroplan uchdi deymiz-ku, shuningki fly. All right, so'zlarningki o'qilish ohanglari va ma'nolari yuqorida degandek, bundaq biz asta qandaq nima kirib boqaylik. Tekstga kirib boqaylik. Lesson 33, a fine day. Tekstga kirishdan burun albatta mavzuga bir qarab olsak, ziyni yo'q. Fine degan yodingizda bormiki? Fine deganni yaxshi degan to'q. Yaxshidan biz bir nechini deb bo'lgan to'q. Masalan, good nima yaxshi dedik, nice nima yaxshi dedik, fine nima yaxshi dedik, andan well deb bir so'zni o'rgandik. Tushunishliku? Bundan qaysi yaxshi bo'lib ketdi deganda, yodingizda bo'lsa, men aytgandim, fine ning ma'nosi go'zal deganda qashta bir yaxshi ma'no degan ma'nosi bor. Go'zallik jihatdagi yaxshi demakchi. Masalan, shu tekstimizning o'zida qanday a fine day deb olibdi. Dayni ham kun dedik masalan. Havo ochiq kun, havo tutuq kundagi kunchi.
yoki yomg'irli kun degandek kun. Tushunishliku? Undaqda deganni bir deb bilgan, okay? Bir go'zal kun deb olsak bilamda albatta bo'ladi. Bir go'zal kun. Bu yergi go'zal degani shu yaxshi kun-ku. Yoki yaxshi kun deb bir yaxshi kun deb olsak, bu yergi yaxshi shu havoninki yaxshiligi qartilgan yoki havoninki go'zalligi qartilgan. Bugun nayt go'zal kun bo'lib deymiz-ku, masalan, havo ochiq, temperatura bakmi issiq emas, bakmi sovuq emas, nayt bir xil odamga yoqimliq, yoqishliq bir xil kunlar bo'ladi-ku, shuni go'zal kun deymiz-ku. Mushu so'z yoki mushu orqali ifodalanadi, mushuni bilan ifodalanadi. A fine day. Okay? Bir go'zal kun yoki bir yaxshi kun deb olsangiz xato emas. Bu yergi yaxshi degan shu havoning go'zalligidagi yaxshi demoqchi. Okay? Xo'sh, conversation emas, conversation deb qo'yibmiz. Kechiringlar. Conversation qandaq? Conversation nimaga? Parang degan gapdi-ku, yoki dialog. Bu bugungi darsimiz parang yoki dialog emas, balki text. Okay? Ya'ni inglizcha text. Yoki bir bayon xarakterli bir maqola deylik. Yadingizda bor, biz har qatim bir nimani shu tekstni yoki dialogni o'rganishdan burun oldindan shuni o'rgangandan keyin biz javob berishga tegishli savolni ko'rib o'tadigan bo'lgan. Qarasangiz, where is the Jones family deydi. Where degan qayerda degan gap, tushunsiz? Is degan bo'lsa, the Jones family degan Jones oilasi degan gap bu. Family deganni o'rgandik qo'ymayman. Family oila degan gap bu. That's the Jones family degan Jones oilasi degan gap ekan. Oldidagi gap bilan qo'shsak, Jones oilasi nada degan gap ekan bu. Jones oilasi qayerda edi. Okay? That's biz mushu savolga qanday albatta javob topishni maqsad qilib turib, hamda biz tekstni ko'rib boqaylik. Lesson 33, a fine day. Mana tegidagi jumlaningki oxirgi qismiga qarasangiz, where is the Jones family? Qayerda bo'lsa Jones oilasi. Ya'ni Jones oilasi qayerda degan gapga qo'y. Okay? Tez bir mana bu rasmga bir qarab olsak, savoldoshlar. Rasmda mana bunda bir ko'rikda turdi. Okay, ko'rik degan so'zni o'rgandik deyman. Ana bu ko'rikning ustida qandaq bir oila kishilarda turdi mala. Jones family degan mushlar ekanda amaliyotda. Qarasangiz osmonda quyosh bor ekan, bir necha tal bulutlar turdi, aeroplandan uchib o'tibdi. Okay? Mana tegi qarasangiz daryo ekan bu. Daryoda bir paraxod minayotgandek qilibdi. Ana mumkin kichik kemalar turadigan ibodat qiladi, demakchi kemalar odamlar turgandek qiladi. Okay, unda bu shu bir kunni, ya'ni osmonga quyosh qarab tushgandik-ku. Bir kunni, ya'ni kunninki ahvolni, havo-ra'y ahvolni tasvirlaydiganda qisqaroq bir nima ekan, bir tekst ekan, shundaqmi? Yoki undan boshqa yana ancha-muncha boshqa uchurlarni bayon qilib beradigan. Xo'sh, unda biz hozir qanday qilmaymiz? Tekstni ko'rmaymiz. Mana agish bir qatim o'qiydigan bo'lganingizda, bo'lsa ikki qatim har bir jumlani. It is a fine day today. Again, it is a fine day today. There are some clouds in the sky. Again, there are some clouds in the sky. But the sun is shining. But the sun is shining. Mr. Jones is with his family. Again, Mr. Jones is with his family. They are walking over the bridge. Again, they are walking over the bridge. There are some boats on the river. Again, there are some boats on the river. Mr. Jones and his wife are looking at them. Again, Mr. Jones and his wife are looking at them. Sally is looking at a big ship. Again,
Sally is looking at a big ship. The ship is going under the bridge. Again, the ship is going under the bridge. Tim is looking at an airplane. Tim is looking at an airplane. The airplane is flying over the river. Again, the airplane is flying over the river. Okay, o'qilishi ashundaq tekstninki bu yani yetarli emas o'g'lashlar albatta videoninki yaxshi yeri qandaq orqaga sugil bo'lgandan keyin orqaga ozroq surib qayta anglasangiz bo'ladi. Okay? Biz kechiktirmay emisa ma'nosi bilan tanishib chiqaylik tekstninki qarang. It is a fine day today. Buni it is deb o'tama it's deyasin bo'ladi-ku bilasizlar. Xo'sh, u bo'lsa bir yaxshi kun bugun. U bir yaxshi kun bugun. Qanday gap bu? Ingliz tilida bor-ku. Havo rayini u deb olamiz. Okay? Biz Uyg'ur tilida masalan bugun havo yaxshi kun bo'pti deymiz. Bugun havo yaxshi bir kun bo'pti deymiz. Shundaqmi? Inglizchada havo degan gapni it bilan ifodalaydi. Ya'ni havo rayini tasvirlaganda yoki havo rayi to'g'riliq gap qilganda it bilan boshlaydi. Ma'ni ismini tutaylikmi? Bu yerga it ya'ni havo qartilgan. Shunga bu jumlani qanday olamiz Uyg'ur tilida? Bugun havo yaxshi kun yoki bugun bir havo yaxshi kun bo'ldi yoki bo'ldi. Havo yaxshi kun desak ham xato emas bu, Bugun bir havo yaxshi kun. Okay? It is a fine day today. Hargizmi itni narsalarga u deb tarjima qilib olmaydi. Unda desangiz nayt ma'nisiz bir jumla bo'lib qoladi bu Uyg'urchada masalan. U bo'lsa bir yaxshi kun bugun. U bir yaxshi kun bugun. Bu degan nima? Havo. Okay. Havo bugun Uyg'urcha desak bugun havo yaxshi kun deb olsak bo'ladi-ku. Okay? Yoki bugun bo'lsa. Okay? Albatta bugun bo'lsa deb kam ma'noda, lekin gapim tushundingiz. Havo bo'lsa yaxshi kun bugun degan gapni shu bugun bo'lsa havo yaxshi kun yoki bugun havo yaxshi kun deb olsak, buni eng muvofiq bo'ladi Uyg'urchada. Azroq bir o'ylab o'ting demoqchiman men jumla tahlil qilishni o'rganganda. Okay? Bu bir odat, yaxshi bir odat. Jumlani shunday tahlil qilamiz, okay? Ikkinchi jumlada there are some clouds in the sky deydi. There are deganni bilasizmi? Bor degan gap. Faqatla there is emas there are deb kelyapti. Sababi bu bor narsalar bir qancha narsalar, ya'ni birdan ortiq narsalar. Shuning uchun there are deb kelyapti. Ya'ni jumlaning egisi qanday ko'plik bo'lsa, ko'plikni bildiradigan so'z bo'lsa albatta BPL are ishlatiladi. Ya'ni ko'plik deganimiz ular bo'lganda demakchi. Okay? Jumlaning egisi ular bo'lganda yoki biz bo'lganda shundaqmi? Yoki sizlar bo'lganda shundaqmi? Demakchi o'g'lim men yerda üçüncü şahıs köpük cümlenin ilgisi. Şunun için üçüncü şahıs köpükne they deb alsak, ular deb alsak, şu ular üçün hizmet kıladigan BPL are bo'ladi. Buni jiq degandik ku. Şuna are kelyapti demakchi. Ya'ni bor narsalar, bir necha narsalar bo'lganligi uchun. Bundan nima ekan bu bor narsalar? Some clouds deydi. Ya'ni bor bir qancha bulutlar degan gapmi? Abim cloud degandoq bulut. Ya'ni bir bulutdagi cloud deganda hamda kayniga as qo'shilib ketsin bo'ldi ekan, shuni ko'plik bo'ldi ekan. Ya'ni some clouds degan bir qancha bulutlar yoki azroq bulutlar deb olsak ham bo'ladi-ku. In the sky, ichida osmonning. Biz osmonning ichida demaymiz Uyg'ur tilida. Osmonda deymiz. Lekin inglizchada mustaq in ifodalaydi. Ichida osmonning deb, okay? Ya'ni osmonda azroq bulutlar bor deb olamiz bu jumlani, but the sun is shining. Lekin quyosh bo'lsa nur chechyapti. Yoki quyosh palildayapti. Palildimoqda. Yoki nur chashmoqda desak ham bo'ladi-ku, Qarasangiz but the sun is shining degan maqsmi jumlaningki hozirgi davomlashayotgan zaman ma'ni bir esimizga so'raydi, Hozirgi davomlashayotgan zaman degan nima? Shu topning o'zida bo'layotgan, davomlashayotgan, ya'ni yuz berayotgan ish harakatini bildiradigan bir zaman to'g'ri. Okay?
Unda baş oxirini qo'shib tarjima qilsak, mana 3 jumlani. Amaliyotda skyning kendi bir peshva demakchi. There are some clouds in the sky degan to'liq jumla emas. Kendidan yani pesh qo'yilib, but the sun is shining deb bundaq uzrab qilyapti. Ya'ni ash ikkisi anamdan bir to'liq jumla oldu demakchi. Unda esa birinchi jumla bilan mana ikkinchi jumlani, ya'ni uzundan uzun ikkinchi jumlani pesh orqali ayrilgan. Qo'shib desak, qarang. Bugun havo yaxshi kun. Osmonda azroq bulutlar bor, lekin quyosh palildimoqda. Okay? Lekin o'chashmoqda. Gerçi osmonda quyoshlar bo'lsa-mu, gerçi osmonda bulutlar bo'lsa-mu, quyosh yana nur chechyapti demakchi-ku, ha? Shu lekin eshitib-ku. Tushunyapsiz. Anonkin Mr. Jones is with his family. Albatta dastlab ingliz tushunayotgan bo'lsangiz, tilingizning kelib ketishini, ya'ni masalan bo'libmi is with his family, is with degan yerlarni o'qiganda. Mening o'qishim bir xil g'ayri tuyulishi mumkin, yoki bo'lmasa ma'lum yaxshi o'qiydi ekan, ustiga men nima ish qilishda o'qiyolmayman deb boshlab turib, nima his tuyg'u bo'lishi mumkin qalbingizda. Bu back normal. Men tuyuqsizlar inglizchani bilib qolmagan. Men qanday 20 necha yil aplashgan til ma'u. Shu hamda tilim kelib qoldi demakchi, 20 necha yil mobaynida. Okay? Shunga Mr. Jones is with his family desam, ravan o'qganda qilmay amaliyotda oson kelmagan bu. Bak chiqmash qilgandan keyin paydo bo'lgan o'qilish talab buzilma meningki. Shunga sizmi hargiz ichingizda pishamay asta o'qishdan tezlashtirsangiz bo'ladi. Masalan, Mr. Jones is with degan the degan tovushda th with deki th ni the deb oladikku. Tilimizni yengil ishlab turib zanjirdagi z degan tovushni chiqardik-ku. The deb shu naqsh shu demakchi with deb o'qiladi. Okay? His family. Demakchi Mr. Jones is with his family degan bu jumlani undaq oldirib o'qishga oldirmaysiz. Tez o'qishga. Aldırmay, iniq, ayırıp sözlerini o'qishdan asta tezlashsangiz bo'ladi. Okay? Xo'sh, undan so'ng uzun gapning qisqasi ma'nosi bu jumlaningki. Jones apandi bo'lsa bilan o'z oilasi, inglizchada mushta ifodalaymiz. Bilanni oldida develop anamkin oilasi deb bunda qilamiz-ku. His family degan uning oilasi, ya'ni Jones apandi bo'lsa o'zining oilasi bilan birga deb asoq bo'lgan majmun. With degan bilan birga degandek bir ma'nosi bor-ku, yodingizda borlik. Konu darsimizda is there a problem with the customs officer deb 5-darsmi, bir darsda o'rgangandik. Xatolashmasam, yo 7-dars. Yo'q, 15-darsmi ya. Shu kon ders qarab baxsangiz chiqadi, yanaligi tamojna saxtisi bilan yoki tamojna xodimi bilan masala bormi, masala bo'ldimi degandek bir gap to'g'ri. Shu yerda bilan deb olgandik-ku, with ne, shu with shu. Ya'ni Mr. Jones is with his family with. Ya'ni bilan degandek ma'nosi dedik-ku. Ya'ni Jones apandi bo'lsa o'z oilasi bilan birga deb olamiz majmun. Okay? Söz ma'nosi bo'yicha tarjima qilsangiz unda chiqmaydi, lekin inglizcha mushtash ifodalanadi. Ya'ni with ne oldi qo'shilg'ichi deb olamiz, so'zlarning oldida kelib, shu so'zlar uchun xizmat qiladi. Ya'ni o'z oilasi bilan deb. Lekin bilan oldida kelib oldi, o'z oilasi degan so'z birikmasi. Okay, mush masala. Buni ham tahlil qilsangiz chiqadi-ku, mana men deb, inglizchada mushunda ifodalaydi ekanda kasofatni. Uyg'urchada oilasi bilan deydi ekanmiz, bular bilan ailesi, bilan yani ailesi de bunda ta'tir ifade etkende. Bunu o'ylab olsangizda, yoshirin sezguningizga singib qoladi, keyin andin o'zingizni bilmagan holda bulduqlab chiqadi, shiltib ketsangiz dedim-ku. Sababini tushunyapsiz. Okay, unda Jones apandi o'z oilasi bilan degan gapga ma'lum. Kendisi they are walking over the bridge. Walk nabiyan buganda piyoda menish degan gap yoki menish. Ular mengyapti degan gap nima? Hozirgi davomlashayotgan zaman-ku. Ular bo'lsa mengyapti over the bridge. Ustida ko'rikni. Ular ko'rikning ustida mengyapti degan gapkan-ku. Okay? Bir narsaga diqqat qildingiz. Ma'lum ular ko'rikning ustida mengyapti degan jumlada
over ustida deganga overni ishlatibdi. Overni sabim yuzi tegishmagan aldiki ustida degandingiz. Ular bu yerda nima ish qilib yuzi tegishgan ustida, ya'ni on ni ishlatmay nima ish qilib yuzi tegishmagan ustida ishlatdi overni. Adam ko'rikning ustida manganda puti ko'rik tegib turadigan tursa desangiz, sababi ko'rikning ustida mengyotdi deganni shunday ifodalaymiz. Over orqali. Agar turyotdi degan bo'lsa, on bilan ifodalagan bo'ladi. Masalan, o'rib turishni stand desak, they are standing on the bridge deydik. Tushundingizmi? They are standing on the bridge. Stand degan o'rib turish dedim hozir. Ya'ni ing qo'shsak kayniga standing bo'ldi. Ya'ni they are standing on the bridge deydik. Agar jim turgan bo'lsa, mengyotgan odamni qanday walking on the bridge desakmi bo'ladi, lekin to'g'ri emas. Uchalaysiz deb, masalan, bu yerda they are walking on the bridge desangizmi, uchib ketalaysiz, lekin bak to'g'ri emas. Walking over the bridge desak to'g'ri bo'ladi. Nima ish qilsangiz, bunday o'ylang, odam ko'rikning ustida manganda mayli qayerda mangsin. Halqi puti ko'tarilib, tushib bo'ladi demakchi, ikki putninki ko'tarilib tushishi almish jarayonda amaliyotda shu halqi tegishmagan, puti yaga tegishmaganda qashta bir manzarani ko'z oldingizga keltirsangizdan tushunsiz buni. Mengyotgan bo'lg'achqa, halqi ko'tarilib tushib puti bilan ko'rikning orasida bir bo'shliq paydo bo'ladi menish jarayonida. Shuni over deb ishlatilganda deb tushunsangiz xato emas, okay? Dedim-ku abim, masalan, they are walking on the bridge desangizmi xato emas, lekin dal joyida to'g'ri emas. Okay? Mana bilib olsangiz, mushunchalik zig'irlaydi demakchi inglizchada. They are walking on the bridge to'g'rimi yoki they are walking over the bridge to'g'rimi? Albatta, they are walking over the bridge degan eng to'g'ri. On the bridge desangizmi, bir xil linger taqtaq. Azroq to'g'ri, azroq xato deganda ko'p qoladi demakchi. Okay? Qo'shimda olsa, keyin jumlaga o'tib ketdik, qarang. There are some boats on the river. Ba azroq kemalar ustida daryoning. Ya'ni daryoda deb olamiz-ku biz. Daryoning ustida gap yo'q-ku. Daryoda bir qancha kemalar bor deb olamiz-ku majmunni, ya. Okay? Kendisi Mr. Jones and his wife are looking at them. Jones efendi ve onun ayali bolsa qaravatidi ularga. Tushunishli tasamas majumla. Them degan they'ninki to'ldiruvchilik shakli, ya'ni tushunkilik shakli degan to'qo. They, ya'ni ularninki tushunkilik shakli them bo'ladi deb. Ularga deb olamiz bu yerda. Tushunishli. Nimishqa are keladi bu his wife degandan keyin his wife degan bir odam, uning ayoli degan. Shunga kayniga is kelsinmamdi, Mr. Jones and his wife is looking at them desangiz, bu his wife yolg'iz emas jumlaning egisi. Jumlaning egisi kim? Mr. Jones va uning ayoli, ikki odam. Ya'ni Mr. Jones and his wife amaliyotda they, ya'ni ular orqali ifodalagan. Shuning uchun are kelyapti. Mana bu diqqat qilaylikmi? Mr. Jones and his wife is emas, balki Mr. Jones and his wife are looking at them. Qaravatidi ularga. Kimga demakchi? Boats demakchi. Oldida there are some boats on the river deyapti. Mr. Jones and his wife are looking at them bo'lganda, shu boats. Ya'ni ularga degan shu kemalarga demakchi kanda deb tushunsiz-ku, bu tushunishliq-ku. Demakchi bu bir hozirgi davomlashayotgan zaman qarasangiz BPL are, mumkin look mumkiniga ing qo'shilgan holatda ko'rsatadi. Qaravatidi ularga deb. Okay? Sally is looking at a big ship. Sally bo'lsa qaravatidi bir cho'ng paraxodga degan gap-ku. Okay? Addiyo'q bu jumla ta'sirini tushunib oldingiz. The ship is going under the bridge. Paraxod bo'lsa mengyotdi ostida daraxtda nimaning ko'rikning. Ya'ni paraxod ko'rikning ostida mengyotdi degan gap bu. Buni naqli hozirgi davomlashayotgan zaman diqqat qilyapsiz. Anonkin Tim is looking at an airplane. Tim bo'lsa qaravatidi bir aeroplanga. Okay?
davomlashayotgan zaman the airplane is flying over the river. Aeroplan bo'lsa uchyotidi ustida daryoni, ya'ni aeroplan daryoning ustida uchyotidi. Bunda qarasangiz hozirgi davomlashayotgan zamonning bir ma'nosi ekan bu. Okay? Albatta oldingi soatlik darsninki ko'pligi hisoblanadi. Ko'pligi deganim oldingi soatda biz birlikni o'rgangan bo'lsak, bugun qandaq shu birlikni ko'plik holatda ifodalashni o'rganamiz. Diqqat qilgan bo'lsangiz, unda bo'lsa dialog deyman, tekst, mush tekst shu savoldoshlar bu tekstni bundan o'qib qo'ysak hisob emas. Buni qandaq qayta o'qib, yozib, yodlab o'zingiz barcha mashq qilishingiz kerak. Undan sonra tushunib oldik hozir. Bu Jones ailesininki bir sirtdagi bir faoliyatni bana qilib tasvirlagan bir qisqa bir hikoya ekan. Okay? Undan sonra savolimizga javob beraylikmi? Where is the Jones family? Jones ailesi qayerda degan gap bu. Javob nima? They are, yoki Jones family, the Jones family is qayerda? Walking over the bridge. Ular nimaning ustida mengayotidi? Ko'rikning ustida mengayotidi. Desak bo'lamdi, qarang. Jumla egasi kim? The Jones family. Qarang. Whoops. The Jones family is bizni nima ish qilyapti deb so'ramadi. Qayerda deb so'rayotdi. The Jones family is on the bridge desak to'g'ri bo'ladimi? Albatta to'g'ri bo'ldi savoldoshlar. 100% to'g'ri bo'ldi. Jones ailesi bo'lsa ustida nimaning ko'rikning, ya'ni Jones ailesi ko'rikning ustida degan gap bu. Jones ailesi qayerda degan savolning naq javobi bu. Jones ailesi nima ish qilyapti degan bo'lsa, masalan, what is the Jones family doing degan bo'lsa, anonki biz the Jones family is walking over the bridge desak to'g'ri bo'ladi. Hozir nima ish qilyapti deb so'ramagandan keyin nada deb so'ragandan keyin mushtarib javob bersak bo'ldi-ku. Nima ish over the bridge demay, on the bridge deymiz. Ular ko'rikning ustida, ularning mengayotganligi muhim emas yoki zaruriyat yo'q u gapni deyishning. Shunga ko'rikning ustida deganni qanday ko'rikning ustida turdi deb tushunib turib on the bridge deb on bilan ifodalayapmiz. Agar endi qilib konkret qilib mengayotdi degan bo'lsa, qo'rqmay over the bridge deb mengayotganligini over the bridge deb ifodalaydi. Gapni tushunishmi? Ko'rikning ustida degandan oddiy qilib turibdi deb o'ylaymiz demakchi. Shunga on the bridge deb yuzi tegishayotgan ustida deb on ishlatyapmiz demakchi. Anondan keyin bu jumlani qisqartirish imkoniyati bormi sizcha? Albatta bor. Bu yerda the Jones family deb family degan bir family bir oila go. Shunga is deb qo'yadi. Ya'ni the Jones family birdan it qisdan go. Gapni tushunishmi? Agar buni Jones family, ya'ni Jones ailesi demay, ular deb olsak, ular degan ma'miliyatda shu bir oila kishilarning gapi bu. Okay? Vaqtda nima bo'ladi? They are degan bo'ladi. They are on the bridge deb olsak, xato emasmi? Ya'ni where is the Jones family? The Jones family is on the bridge. Yoki they are on the bridge desak bo'ladi. Bu yerga nima ish qilmalim? They eshitmiz deganda shu Jones ailesi degan bir qancha kishilar bor. Ular bo'lsa ko'rikning ustida deb javob bersak bo'ladi demakchi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa bu nima? Dialogning ahvoli. Hozir biz dialogni ko'rdik, dialog deyman, tekstni ko'rdik, o'qidik, tushundik. Endi biz qanday buni bir pishqilashni maqsad qilib bir mashq ishlab boqaylik, mush darsning mashqini qarang. Lesson 34. What are they doing? Yodingizda bo'lsa 32-darsda what is he yoki what is she yoki what is it doing deganda. U nima ish qilyapti deb. U qaysi u? He er kishidiki u, she ayol kishidiki u, it narsadiki yoki hayvonlardiki u. Tushunishmi? Demakchi birlik haqida mashq qilib bo'lgandik. U nima ish qilyapti deb. He, she, it bilan almashtirish orqali. Bugun qanday ashuning ko'plik jamoni qilsin. What are they doing? Okay. They degan ular bu. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin.
mayli narsa bo'lsin yig'ib yo'gab hammasiga o'xshashla theyni ishlatamiz ularga tushunishliqmi demakchi erlardiki ular ayollardiki ular narsalardiki ular deb ayirmaymiz demakchi ularga they kifoya unda bo'lsa what is he doing yoki what is she doing yoki what is it doing biz what are they doing deb mashq qildik ekanmiz degan qarang oldidan yangi so'zlarni ko'rib olsak bu mashqda albatta garchi mashq bo'lsin yangi so'zlar va o'ziga tushliq number 1 qarang new words and expressions ninki birinchi so'zi number 1 sleep agish bu qotsiz qo'y sleep number 2 shave number 3 cry number 4 wash number 5 wait number 6 jump xo'sh ma'nolarni tushunsak sleep degan uxlash degan gap shave number 2 soqol ilish degan gap number 3 cry yig'lash degan gap number 4 wash yuvish degan gap okay masalan qochib yuvish kiyim yuvish degandek number 5 wait saqlash degan gap yoki kutish number 6 jump sakrash degan gap mana tomdan sakrash yoki daraxtdan sakrash uchun qarang so'zligingiz pek ishib ketyapti sog'doshlar birdamda 34 darsga qoldik oldimizda yana nurg'un darslarda nurg'un so'zlarni o'rganamiz lekin o'zingiz bilyapsiz kontrollikdan chiqitaydi so'zliklar ko'payib ketyapti-da bu so'zliklarni qanday pat kon darslarni takrorlash orqali kuchaytirib tursangiz yana pishiqlab tursangiz bo'lmaydi okay xo'sh ma'nolarni deb bo'ldik endi biz tezlikda shu jumlaga selib bir mashq qilib o'taylik qarang what are they doing degan jumla shakli ekan ular nima ish qilyapti degan gap-ku buning bir javob berib olsak masalan ular bir qancha arni ko'rsatib what are they doing desa biz agar ular soqollarini yig'ayotgan bo'lsa shu topda nima deymiz they are deb shave ni qo'ysak in qo'shilib kelsa shaving bo'ladi albatta shave ni ing qo'shish uchun ya'ni shave degan soqol ilish degan fe'lga ing qo'shish uchun oldidan eng oxiridagi i harfini tashib o'tib ananki ing qo'shamiz buni bilyapsiz qo'ya masalan qolganlarga uchun number 1 4 5 cry jumplarga i bilan oxirlashmagan bevosita qo'shsak bo'ladi ekan qarasangiz sleeping ular uxlayapti demoqchi bo'lsa they are sleeping sleepning kayniga bevosita ing qo'shib qo'yamiz 4 washing ular yuvayapti they are waiting ular saqlayapti they are crying o'xshash ing bevosita qo'shamiz they are crying ular yig'layapti they are jumping ular sakrayapti buniki amaliy mashqini nimada ko'raylik kitobimizda ko'raylik qarang men ko'rsatib qo'yay qolganini o'zingiz mashq qiling okay lesson 34 what are they doing mana sonninga cho'nglab ketgan qarang buni inglizchada men hozir o'qiyman lekin hargiz siz ichingiz tushunsin ma'lum nima bu sonlarni o'qishni o'rgatmaysiz deb ketib asta o'rganamiz sonlarni okay mana 220,231 degan gap mana ashta o'qiymiz inglizchada 220,231 degan son okay kitobni tuzgan odam qiziqarli bo'lsin deb har bir mashqlardagi rasmlarga son qo'yib har xil real sonlarni qo'yib qiziqarli bo'lish uchun deb qo'ygan bu boshqa sabab yo'q mush sonlarni o'rganib mavzun degan maqsadda lekin biz qanday bu sonlarni kayniga olib qo'ydik sabab bor kayndan baribir o'rganamiz sonlarni shunga bu sonlarga bakal diqqatingiz chechilib ketmish demoqchi okay uzun gapning qisqasi cooking ekan they are degani ikki odam qartilgan ular demoqchi okay savolga javob bersak what are they doing ular nima ish qilyapti javob they are cooking ular tamoq yetyapti degan gap-ku makayndagi rasm 331,342 rasm what are they doing they are sleeping what says what are they doing makayndagi rasm they are shaving okay what says what are they doing they are crying what are they doing they are eating ular yeyapti
Okay? Nimaligini biz bak deb ketmadik qo'y. Masalan, agar deyish to'g'ri kelsa, they are eating bones deymiz. Bone ni kayniga as qo'shiblar, ustixonlarga almashtiramiz-ku. Tushunishliqmi? They are eating bones. They are eating desak xato emas demakchi. Ular nima qilyapti? Ular yeyapti. Nima yeyapti degan boshqa gap bu. Bizlar nima qilyapti deganga javob beryapmiz. Yeyapti deb. Kayniga rasm typing. They are typing. Ular xat uryapti. Kayniga rasm what are they doing? They are doing and the other doing the to'xtab qolsak bo'lmaydi. Doing nima? They are doing their homework. Their o'zlarining yoki ularning degan o'zlarining degan gap bu. Biz Uyg'urchada ular o'zlarining topshiriqlarini ishlayapti yoki ular topshiriqlarini ishlayapti deymiz. Inglizchada ularning topshiriqlarini ishlayapti deb ifodalaydi. Bu yerda ularning degani shu o'zlarining demakchi. Okay? Inglizchada dedim-ku, back dal har bir narsani aniq ifodalab mangdi. Uyg'urchada ba'zi narsalarni da qilib qo'yib, xulqliligi yo'shirun kelib yoki bo'lmasa qilib bunda bo'ldigan ishlar bor, lekin Uyg'ur tiliga o'xshab ketmaydi bu jihatda. Okay? They are doing their homework. Homework topshiriq degan tuqqan. All right, keyingi rasm they are washing the dishes. Dish degan taqsati. Dishes bo'lsa taqsa yoki chinaqacha degan ma'nosi bor. They're washing the dishes. Yoki they're washing desak xato emas, okay? Faqatlam shadalqi nimani qilayotganligini aniq demasak bo'lmaydi deganga shu doing kelib, doingga hamda homeworkni qo'shib desak yaxshiroq. They are doing their homework. Ma washing uchun dishes deb qachquchlarni yuvatdi deb qachquchlarni deb bak aniq deb ketmasak bo'ldi demakchi-ku. They're washing desak xato emas demakchi. Ma bu 1 million birinchi rasmni qarsangiz, what are they doing? Ma bu qushlar demakchi-ku, they're flying. Ular uchib 1 million 100 ming rasm. What are they doing? They're walking. Mavo ikkinchi rasm. What are they doing? They're waiting. Ular saqlayapti. Nimani saqlayapti? Agar zaruriyat bo'lsa, they're waiting for the bus deb for the bus deb qo'shib qo'yamiz. Bo'lmasa zaruriyat bo'lsa, they're waiting deb bo'laveradi. Ular saqlayapti. Okay? 2 millioninchi rasmni what are they doing? They're jumping. They are jumping. Ular sakrayapti. Nereden sakrayapti? U boshqa masala. Okay? Deyish demak muhim emas demakchi. Bu yerda harakatini tasvirlash muhim demakchi. Okay, shuning bilan bu og'zaki mashq tugidi. Endi o'zingiz qolganini hozir men deb bergandek bakchiq mashq qilmasangiz bo'lmaydi. O'zingizning bilimiga aylanmaydi. Okay? Undaqda biz og'zaki mashqlarni o'zingizga topshirib, hozir nima ish qilmaymiz? Yozmachi mashqlarni ko'p baqayli qarang. Written exercises. A. Complete these sentences. To'liqlang ma'u jumlalarni. Okay? Chala jumlalarga ma'laya, ularni to'liqlaydi ekanmiz, okay? Complete ning ma'nosi shu, to'liqlash yoki bitirish yoki oyoqlashtirish degandek-ku, yoki butunlash degan ma'nosi bor. Example qaraydi, misolga. Take ni taking deb o'zgartirganmiz. Oldi bilan take ni davomlashayotgan zamonga o'zgartirib bilib, taking deb ing ni qo'shib turamiz. Qanday qo'shirkanmiz ing ni? Take ningki aslidagi eng oxirgi i harfini tashib deb ing ni qo'shirkanmiz. Buni diqqat qilyapsiz, ha? Xo'sh, shunda olsa, buni demakchi taking o'zgartgandan keyin nima bo'ladigan bu jumla? He is taking his book. Take ning ma'nosi nimada? Elishdi. Yodingizda bo'lsa men degan. He is taking his book degan u o'zining kitobini elayotdi degan gap bu. Xo'sh, shuni tushungan bo'lsangiz, number 1 2 3 4 5 bilan ishlay olasiz. Masalan, birinchisini ishlab bersam, type. Oldidan nima qilamiz? Typing deb o'zgartiramiz. Qanday o'zgartiramiz? Oxirdagi i degan harfni tashib deb ing ni qo'shamiz, okay? Xo'sh, xat uryapti degan gap bo'ladi-ku. Abochirongga qo'ysak, she is typing a letter. U uryapti bir xatni. Ya'ni letter degan nima? Xat, ya'ni salom xatdagi xat-ku, ha? U bir xatni uryapti degan gap bo'ladi-ku. Qolganini o'zingiz qila olasiz. Cho'qim o'zingiz qiling tavodoshlar. Bunda olsa, B mashq qarab yozmoq mashqninki B qismiga. Write questions and answers.
Yazın suallarını ve cevaplarını degan gap bu. Nimaga asosan? Albatta berilgan so'z ya so'z birikmalariga asosan. Qarang, example'da bunday edi. The children deb beribdi. Balalar deb beribdi. Andan keyin looking at the boats on the river deydi. Looking at the boats degan nima? Qarayotdi kemalarga degan gap ku. Qayerdagi? Kaynidan kemalarning o'rnini bizga ifodalab beryapti, qarang. On the river, daryodagi yoki ustidagi daryoning yoki daryoning ustidagi yoki daryodagi deb olamiz Uyg'ur tilida. Ya'ni qarayotdi kemalarga daryodagi. Ya'ni daryodagi kemalarga qarayotdi degan gap ekan-ku. Okay. Balalarni beribdi, the children deb. Ondan keyin daryodagi kemalarga qarayotdini beribdi. Mush ikkisidan foydalanib biz bunda jumla bilan javob jumlasini tuzayotganmiz. What are the children doing? They're looking at the boats on the river. Tushundingiz? Nimish qilishda tuzilganligini. Okay? What are the children doing degan bolalar nimish qilyapti degan gap. Javobda bolalar bunda qilyapti demay, ular bunda qilyapti deb oldi bo'lsa tushunishlik. Bakmi aqlga muvofiq. Okay? Bolalar deganni ularga o'zgartib bo'lsa deganni qo'shib aytdi. Ya'ni they are ni yig'iblam there deb biriktirib bilan qisqartirib bilan olibdi. Ondan keyin looking at the boats on the river. Asli berilgan holatlarni qarang, looking at the boats on the river degan ashaga surib akabli qo'yibdi. Tushundingizmi jumlani? Qog'ini hech qanday ta'siri yo'q qog'onlarninki. Men ikkinchisini qilib bersam qarang, ha. Jumlaning ikkisi they. Sharkat sleeping. Mushundan foydalanib men bunda jumla tuzayman, qarang, ha. What are they doing? What are they doing? Javob. They are sleeping. Shunchalik oddiy. They are sleeping. Yani they are sleeping qisqartirib, bu yerga they are ni qisqartirib, they are deb tushundingiz. Qog'onlarni o'zingiz ishlay olasiz, cho'qim ishlay olasiz, ham cho'qim ishlang. Bo'liqi chaqchaq qildigan ish emas. Bugunish shundoq bir astoydil muomala qildigan ishki, qancha astoydil muomala qilsangiz shuncha o'zingizning bo'ladi bu bilim. Astoydil muomala qilmasa o'zining bo'lmaydi, to'lim aqlli savat. Okay, unda qog'on o'zingiz qilib qoldi. Thank you very much. I will see you tomorrow.